Bu seximizda har xil turdagi bizneslar yo'lga qo'yiladi. Gazoblok uskunasini prostoydan tortib ponni avtomat liniyagacha, penablok uskunasini umuman hamma assortimentlardan bor. Turbali deysizmi, Lego deysizmi, hamma assortimentlarda. Kolod uskunlar, qoliplarni ham liboy variantida, tallari, o'zini mishalkalar hamma yo'q bilan qilib beramiz. Terma travertin, qoliplar, vibrostol, mishalkalar hamma narsalari bilan. Terma panel, uni ham ponni kesiladigan aralarigacha stollari, umuman retseptlari, yotoq joylar hammasi bilan qilib beramiz. Lentalar, konvertlar deyish mumkin. Hammasidan bor. Hozirlarga hammasini bir qator obzor qilib o'taman. Gazoblok uskunamizni $1,500 komplektidan tanishtiradigan bo'lsam, 12 talik qolipdan 2 dona bo'ladi. 24 ta chiqadi. Oqmaydigan, germetiklanmaydigan yangi paketlanadagi qolip. Manaqa universal reskasi, 10lik, 20lik, 30lik kessa bo'ladigan reskasi va manaqa arralari bilan bo'ladi. Keyin suv yo'nkisi. Pastda 1 tonnalik, tepada 110 litrlik shablon, suv motor, pen, datchik, hamma umuman shlankalari bilan bo'ladi. Keyin manaqa bitta garilkasi ham suv isitish uchun, sababi to'kda juda qimmat tushadi. Shuning uchun manaqa mishalkasi, xohlasangiz 220, xohlasangiz 380. Motorlari ham yangi, 220, 380 larda ham muammosiz bezatkasi ishlaydigan variantda bo'ladi. Endi uchtasi birda komplektimiz $1,500. Bu komplektimiz ham narxi. Bunda penablok, gazoblok, tomsuvoq qilsa bo'ladi. Endi tomsuvoq qilish uchun manaqa o'zini pena generatori, rastor bochkasi, kompressor, mikseri ketadi. Endi penablok qo'yish uchun bullari ham ketadi, qoliplari ham ketadi. Gazoblok qo'yish uchun mishalkasi, qolipi, suv yo'nkisi bo'ladi. Bu ponni to'plami $1,500. Agar gazoblokni o'zini oladigan bo'lsa, mana bunaqa bitta qolipi, suv yo'nkisi, uchta qolipi, mishalkasi. U $1,500 bo'ladi. O'rgatishlar hammasi ichida. Umuman qaysi uskunani olinsa ham 100% o'rgatiladi. Mahsulotlar qayerdan olish, qanaqa tayyorlanish, qancha foyda qolish, hammasini yo'lga qo'yib beramiz. Terma travertin komplektini vaqti narxlarni arzon qilib qo'ydik. $800 dan, $900, $1000 sotchi. $800 dan. Mishalkasi, vibratsiya stoli, 10 kvadrat qolipi, 2-3 kun yotoq joy, o'rgatishlar hammasi ichida. Mahsulotlar qayerdan olish, qanaqa tayyor, hammasini yo'lga qo'yib beramiz. Bu komplektda bu tabiiy toshdan tayyorlangan, kelajagi bor. Endi hozir bu yerda 3 yillik quygan, ularga e'tibor bermaysizlar. Kelib bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Bu yerda penablok uskunasini har xil variantlari bor. Xonalari bo'lish uchun pergorodga 10lik, 12lik, 15lik barcha turdan bor. Penablok uskunani ko'p joyda betonni 40 ga qo'yiladi. O'shanga 40 lik razmerdagi qoliplar bormi deganlar uchun 40 lik razmerdagi qolipli komplektlarimiz bor. 40, 50, 20 euro variantda. Euro variantining narxi $800 joyda, $850 gacha vodiy bo'ylab, $900 butun O'zbekiston bo'ylab. Umuman SNG davlatlarga ham yetkazib beramiz. Hozir kargolar rosa rivojlangan. Endi turbalik varianti. Turbalik varianti g'ishtlar tayyor, ichi teshiklik, bemalol ichiga rastor qo'yib, uylar baquvvat qilsa bo'ladigan varianti, teshikli variant chiqadigan. Bu yevro qolipga qilingan. Buni narxi $900 shu joyida. Vodiy bo'ylab $950 gacha agar O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab bo'ladigan bo'lsa, $1000 ga olib borib qo'shlar o'rgatib ishga tushirib beramiz. Trendda bo'lgan yevro komplektimiz. Yevro komplektimiz mana ko'ryapsizlar. Taglarda ham, bellarda ham 7 qator usulini, yevro usulini deydi. Masalan, yevro deb turib taglarni 7 qator qilmagani yevrosi bo'ladi. Bu taglari ham 7 qator bo'lgan yevro usulini. Endi komplekt bir qator obzor qiladigan bo'lsam, 3 ta qolipi, rastor bochkasi, kompressor, mikser, pulsator, shlankalar, pena generator, bonusiga mana latok listi, kolonna listi, 1000 tosh pena bo'lib ketadigan penalar bilan. Mana latok kolonna g'ishtlar xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Buni narxi $800 joyida, $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'lib. Lego komplektimiz. Umuman hamma komplektlarda qoliplar o'zgaradi xolos. Qolgan manaqa qo'shimchalari bir xil bo'ladi. Faqat mana Legoda latok tumbalar Legoli bo'ladi. Euro Lego varianti. Buni narxi $850 joyida, $850 vodiy bo'lib, $900 vodiy bo'lib, $950 butun O'zbekiston bo'lib qilib beriladi. Bu abeshniyni belida 2 qator sal usulini varianti. Buni narxi, joydagi narxi $730, vodiy bo'lib $780, O'zbekiston bo'lib $830. Endi abeshniy komplektimiz narxi $700 joyida,
$750 vodiy bo'lib, $800 O'zbekiston bo'lib. Agar joydan olib ketsa, hammasiga ozmoz skidka qilib beramiz. Tomsuq apparat $250 dan joyida $300 dastavka bilan. Umuman eng serdaromad bizneslarda. Endi bu yerda kolodus uskunalarimiz, kolodus endi har joyda turgan aytib bo'lmaydi. Mana bu o'zini tallari 220 da ishlaydi. 1,5 tonnalik qilib qo'yilgan. Masalan, o'zi 700 kg, 600 kg narsa bo'ladi. 1,5 tonna baquvvat tallardan qo'yilgan. Manaqa baquvvat o'zini mishalkasi, manaqa ikki xil qolipi bo'ladi. Endi o'zlariga qarab zakazlar qilsa, o'shanga qarab o'zgaradi ozmi-moz. Hozir endi mana shu to'plamimiz narxi $1,200. Shu yerda 2 kun, 3 kun yotoq joy hammasi ichida. Bu yerda gazoblok uskunasini oddiy komplektidan tortib ponni avtomat liniyalargacha yasaladi. Mana ko'rasizlar, hamma har xil qoliplar turibdi. Bu yerda mana avtomat reskalar, mana gazoblok avtomat liniyalari. Gazoblok avtomat liniyasi deb turib bu yerga endi klientlar ko'rib, nimalar bo'lishini bilgani uchun ko'rsatib qo'yishga qilib qo'yilgan. Mana o'zining vibratsiyasi, lentasi, mana dozatorli ponni miyasi, shineglari, o'zini bitta kat yo'li, suv yo'ngislari ham shu qoliplar soniga qarab, mana yerda 50 tonnalik sement bonkeri haqiqiy konteynerdan emas. Endi zakazga qarab kerak bo'lsa konteynerdan qilib beradi. Mana relslarda yuradigan qilib, qoliplarni ham o'sha zakaziga qarab nechta bo'lsa kerak bo'lsa, o'sha ob'yomda qiladigan qilib, mana avtomat reskalarni kesadigan qilib beriladi. Kimga shunaqa gazoblok, penablok, termopani, termotravertni, fasadni plitka shunaqa serdaromad bizneslar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang.